Barchaga assalomu alaykum. Bugun mana 6-sinf darsligimizdagi birinchi mavzuyimiz, ya'ni birinchi darsimiz sonning bo'linish belgilari haqida bo'ladi. Biz bu mavzuda qandaydir katta sonlar berilar ekanda bizga bu mavzuda. Shu katta sonlarimizni qaysi sonlarga bo'linishini bo'lmasdan turib aniqlashni o'rganamiz ekan. 2 ga bo'linish belgisi mana. 2 ga bo'linish belgisi. 0, 2, 4, 6, 8 raqamlari, ya'ni ikki sonimiz shu raqamlarga bo'linadi va shu raqamlarni tugaydigan sonlarga ham aniq bo'linadi. Aytaylik, son bo'lishi mumkin, mana qanday ko'rinishda bo'lishi mumkin misol uchun. Shu sonimizni 2 ga bo'linishini biz bilishimiz uchun biz oxirgi raqamga qarashimiz yetarli. Oxirgi raqamda necha turibdi bu holda? 2 turibdi. Demak, bu sonimiz 2 ga aniq bo'linadi. Nima desa, shu raqamlar bilan tugasa 2 ga bo'linadi degan qoidaga kirgizyapsiz, to'g'rimi? Demak, shunaqa tartibda bo'ladi. Xo'p. 3 ga bo'linish belgisi. Sonning raqamlar yig'indisi 3 ga karrali son bo'lsa, bu sonimiz aniq 3 ga bo'linadi. Raqamlar yig'indisi 3 ga karrali son bo'lsa. Sonning raqamlari yig'indisi 3 ga karrali bo'ladigan bo'lsa, bu sonimiz aniq 3 ga bo'linadi. Mana shu sonni tekshiraylik. Raqamlar yig'indisini qo'shamiz. 6 ga 7ni qo'shsam, 13, 13 ga 8 ni qo'shsam, 21, 2 ga 1 7ni qo'shsam, 28 ga 6 ni qo'shsam, 34, 34 ga 9 ni qo'shsam, 43 ga 2 ni qo'shsam, 45 ni 3 ga bo'lishimiz qana bilamiz endi. Bo'linadi, bo'lmaydi 45 ga. 45 ni ham tekshirib ko'rsak bo'lar ekanda, 4 ga 5 qo'ysak 9 aniq bo'linadi endi. Ve bu sonimiz 3 ga bo'linar ekan. Bu sonimizni 3 ga bo'linishini biz bilish uchun shunchaki raqamlar yig'indisini qo'shdik, 3 ga karrali son chiqdi. Qoidada biz shunaqa kirgizdik. Ya'ni bo'lishimiz shart emas ekan, bizga 3 ga bo'linadimi deb shunaqa savol berilsa, qanday bir katta xonali sonlar berib turib 3 ga bo'linadimi yoki qaysi songa bo'linadi deb savol bersa, bu sonimizni bo'lmasdan turib biz bu savolga javob bersak bo'lar ekan. Bo'linishi yoki bo'linmasligini. 4. 4 ga bo'lish belgisi. Sonning oxiriga ikkita raqam 00 bo'lsa yoki 4 ga karrali son bo'lsa, bu sonimiz aniq 4 ga bo'linadi. Ya'ni oxirgi raqami 00 yoki 4 ga karrali bo'lsa. Sonimiz oxirgi raqami 00 bo'lsa yoki 4 ga karrali son bo'lsa, bu sonimiz aniq 4 ga bo'linadi. Yana shu sonda tekshiraylik yana. Oxirgi raqam necha turibdi? Mustaqildir. Oxirgi raqamda 92 turibdi. 92 4 ga bo'linadimi? Endi 92 ni ham tekshirib yurimiz ekan, 92 ni endi bo'lib ko'ramiz. Bo'lib ko'rsak, aniq bo'linadi. 92 bo'lingan 4. 9 nechta bor? 2 ta. Ko'paytirsam 8, 9 ni 8 ga ayrsam 1. Tepadan 2 tushdi. Bunda 3 ta bor. 12. Ana qoldig'i 0 qo'yganda bu sonimiz 4 ga aniq bo'linadi. Bu sonimizni 4 ga bo'lgandan keyingi chiqqan bizga mana natija qiziq emas ekan. Bizga bo'linishi yoki bo'linmasligi qiziq ekan bizga bu mavzuda. 5 ga bo'linish belgisi. Sonning oxirgi raqami 0 yoki 5 bo'lsin. Sonning oxirgi raqami agar 0 yoki 5 bo'lsa, bu sonimiz aniq 5 ga bo'ladi. Mana ertaga tasavvur qilaylik, sizlarga bunaqa savol berilyapti-da. Xo'p. Mana shunaqa son berdi, tasavvurlar 7 xonali sonda. Mustaqilda mana shu sonimiz 5 ga bo'linadimi deb savol berganimda ertaga. Bunga sizlar savol javob berishinglar kerak ekan, oxirgi raqamiga qaraysizlar. Oxirgi raqam 0 turibdi. Qoidada aytdik, oxirgi raqam 0 yoki 5 bo'ladigan bo'lsa, bu sonimiz aniq 5 ga bo'linadi. Ya'ni bo'lib yurishimiz shart emas ekan. Tushundinglar-a?
Yaxshi. 5 ga bo'linish belgisi shu tartibda bo'ladi. 6 ga bo'linish belgisini oxirida ko'ramiz. 7 ni hozircha o'rganmaymiz. Endi 8 yozamiz endi. 8 ni. 8 ga bo'linish belgisi sonimizning oxirgi raqami agar 3 ta 0 bo'lsa yoki 8 ga karrali son bo'lsin. Sonimizning oxirgi 3 ta raqami 00 bo'lsin yoki 8 ga karrali bo'lsa, bu sonimiz aniq 8 ga bo'linadi. Mana shu sonda yashayman, oxirgi raqamga qaraymiz. Necha turibdi oxirgi 3 ta raqamda? 320 ni 8 ga bo'lib ko'ramiz ekan. Bo'lib ko'rsak, agar bo'linsa, bu sonimiz aniq 8 ga bo'linadi. Ya'ni 8 ga bo'linish belgisi oxirgi 3 ta raqam 00 bo'lsin yoki 8 ga karrali son bo'lsin. 9 ga bo'lish belgisi. Sonning raqamlari yig'indisi sonning raqamlari yig'indisi sonning raqamlari yig'indisi 9 ga karrali son bo'lishi kerak. Ya'ni 9 ga bo'linish belgisi tepadagilarda qaysi biriga o'xshashib ketyapti hozir? 3 ga o'xshayapti. 3 ta nima dedi? Raqamlari yig'indisi 3 ga karrali son bo'lsin. Bu yerda aytyapti 9 aytyapti. Raqamlari yig'indisi 9 ga karrali son bo'lsin deyapti. Tepadagi mana savol tekshirib dedingizlar, raqamlar yig'indisi chiqdi? 45 chiqdi. Ana endi 45 9 ga bo'linadimi, bo'linmaydimi? Bo'linadi. Bu sonimiz nechiga bo'linar ekan? Bir vaqt 9 ga bo'linar ekan. Biz aytdik 4 ga ham tekshirib ko'rdik, to'g'ri chiqdi. Demak 4 ga ham bo'linyapti bir vaqt ichida. Tushunyapsizlar jarayonni. Ana endi 10 ga bo'linish belgisi. Sonning oxirgi raqami 0 bo'lsa. Sonning oxirgi raqami 0 bo'ladigan bo'lsa, bu sonimiz aniq 10 ga bo'linadi. Ertaga oxirgi raqami 0 emas, 0 dan boshqa raqamlar bo'lganda bu son 10 ga bo'linadi desa, biz nima deb javob beramiz? Bo'linmaydi. Uni holatda bo'lish belgilari, ya'ni asosiy ko'p ishlaydiganlar shu tartibda. Ana endi 6 ga bo'linish belgisi. Biz 6 ga bo'linish belgisini tekshirishimiz uchun, ya'ni 6 ni, ya'ni o'zini qandaydir xususiy o'zini qoidasi yo'q ekanda, endi 6 ga bo'linishini tekshirishimiz uchun biz 2 ga va sonda 3 ga bo'linish belgilarini tekshirishimiz yetarli ekan. 6 ga bo'lish belgisini qarayapmiz mana. Bu yerda 2, bu yerda 3. Bizga ixtiyorlikda son berilsa, shu sonimizni 2 ga bo'lishini tekshiramiz ekan. Keyin 3 ga bo'lishini tekshiramiz ekan. Agar sonimiz ikkaloviga bir vaqtda o'zida bo'lsa, bu sonimiz shu vaqt o'zida nechaga ham bo'linar ekan? 6 ga ham bo'linar ekan. 6 ni yozdik. 12 ni ham yozaylik. 12 ni necha desak bo'ladi? 6 kare 2 desak bo'ladimi? Bo'lmaydi. To'g'ri, 12 degani 6 kare 2, ya'ni 12 ni hosil qilishimiz uchun to'g'ri 6 2 ni ko'paytirishimiz kerak. 6 ni qoidasini tekshirayotganda ichida 2 yana bormi? 2 ni qoidasini alohida tekshirsam, bu yerda 6 ni tekshirishim kerak yana alohida, to'g'rimi? Yarmida. Yarmida 6 ni tekshirishim kerak bo'lganda, 6 ni ichida yana 2 bormi hozir? 2 bilan 3. Ya'ni 2 ni kilolarni qo'yapti. Bunda bo'lishi mumkin emas. Keyinchalik aytaman, mana bu sonlarimiz o'zaro tubson bo'lishi kerak 2 bilan 3. O'zaro tubson tushunchasini aslan gaplashmadik. Keyinchalik yana tushuntirib qo'yaman. Hozircha mana shu tartibda. Tushunolsa bo'laveradi. 3 kare 4 deymiz. Kelishaverdikmi? 3 kare 4 12 beramiz. 3 ta alohida tekshirish, 3 ta alohida bo'lish qoidasini tekshiramiz ekan. 4 ham alohida bo'lish qoidasini tekshiramiz ekan. Sonimiz bir vaqt o'zida 3 ga va 4 ga bo'linsa, bu sonimiz nechiga ham bo'linar ekan endi? 12 ga. 12 ga. Tushundinglarmi? O'sha holatda mana shu tartibda 15 ga bo'lish belgisini ham ko'rib beraylik. 15 ga bo'lish belgisi shu sonimiz. Ya'ni 15 ga bo'lish belgisi bir vaqt o'zida 3 ga va 5 ga bo'linishi kerak.
bizga berilgan son bir vaqt o'zida 3 ga va 5 ga bo'lsa, bu sonimiz aniq 15 ga bo'linadi. Aytaylik, mana shunaqa son yozdim. Bu sonimiz 5 10 xonali son mana. 10 xonali son yozdim. Shu sonimizni 2 ga bo'lishini tekshirishimiz uchun, ya'ni tagiga moslab yozamiz. 2 ga bo'lsa plus qo'yamiz bu joyiga, 2 ga bo'lmasa minus qo'yamiz. Bo'linadiganiga plus, bo'linmaganiga minus qo'yamiz. Mana shu tartibda tekshiramiz bu sonimizni. Bu son 2 ga bo'linadimi hozir? Oxirgi raqamga qaraymiz. Oxirgi raqam necha turibdi? 4. 4 2 ga bo'linadimi? Demak, bu sonimiz aniq bo'linadi. Bo'lsa plus qo'yamiz. 3 tekshiramiz endi mana. Oxirgi raqamga qaraymizmi endi hali? Yo'q, endi raqamlaringizga qaraymiz. Raqamlaringizga qo'shib chiqsak, 1 2 ga qo'shsak, 3 ga 3 qo'shsak, 6 ga 4, 10 ga 5, 15 ga 0, 15 ga 5, 20 ga 7 ga qo'shsam, 27 ga 8 ga qo'shsak, 35 ga 4 ga qo'shsak, 39 3 ga bo'ladimi? 39. 39. Sizlar qaranglar, shunday narsani bilyapsizlar hozir. Endi 39 ni ham bila olmaymizmi? 39 degani. 39 degani nechagacha qo'shgan? Qo'shsa necha raqamlarga qo'shsak? 12. Raqamlar yig'ilsa qo'shsa 12, to'g'rimi? 12 3 ga bo'linadi. Ana endi bu ham nima ekan? 3 ga bo'linar ekan. 4 ga bo'linish belgisi. Sonning oxirgi raqami 0 bo'lsa yoki to'ra karali son bo'lsa. Oxirgi raqam 84 turibdi. Bu to'ra karali son desam ishonib olasizlarmi? Bo'ldi, 4 ga bo'linadi. Bo'lib ko'rsanglar bo'linadi. 5 ga bo'linish belgisi edi mana. Oxirgi raqam necha turibdi? Bizda 5 ga bo'linish oxirgi raqamda necha bo'lish kerak edi? 0 yoki 5. Demak, bu sonimiz 5 ga bo'linmaydi. Bo'linmasa minus qo'yib qo'yamiz. 6 ga bo'lish belgisini tekshirishim endi oson ish bo'lib qoldi hozir bu yerda. Nima dedim qoidada? 2 ga va 3 ga bo'lasin dedi. 2 ga va 3 ga ham bir vaqt o'zi bo'layotgan, shunga qarab aytib qo'ysak bo'laveradi hozir. Demak, ikkala olgan bo'lsa bu sonimiz 6 ga ham bo'lmadi. 8 ga bo'lish belgisi. Oxirgi 3 ta raqamga qaraymiz. 784. 784 da endi 8 ga bo'lib ko'ramiz. 8 ga bo'lamiz. 72 da 9 ta bor. 8 dan 2 ni ayirsam 6, ni ayirsam 0, 4 tushdi. 64. 8 kere 8 64. Qolmagan bo'lib bo'lganda bu sonimiz nima bo'lyapti bu songa? Bo'lyapti. Demak, bu sonimiz 8 ga ham bo'linadi. 9 ga bo'linish belgisi. Raqamlar egasida chiqadi. 30 9 chiqadi. 39 9 ga bo'linmaydi. 10 ga bo'lish belgisi. Oxirgi raqam necha bo'lish kerak edi? 0 emasmi oxirgi raqam? Demak, 10 ga ham bo'linmaydi. Ana endi 6 ga bo'lish belgisini aytdik. 2 kere 3 bo'lsa, ya'ni 2 3 ko'paytirsam 6 beradi, to'g'rimi? 2 ga 3 ga bo'lsa, shu sonimiz 6 ga bo'linadi deb ketdik. 12 ga kelganda biz 6 kere 2 qilmadik deb 3 kere 4 yozdik. 6 kere 2 ga qilmashimiz sababi 6 ni bo'linish belgisini tekshirayotgandik. Ya'ni 2 ni 2 marta ishlataman bo'linish belgisini. Demak, unda biz xatolikka ketyapmiz. Mana e'tibor qilsanglar, mana keyinchalik aytaman, mana o'zaro tupson bo'lsa, o'zaro tupson bo'lishi kerak deb keyinchalik gaplashamiz. Hozircha biz shunaqa tushunib tursak bo'ladi. 15 mana. 3 kere 5 bo'lsa 15 ni beradi, to'g'rimi? 3 ni 5 bo'lish belgisini tekshiramiz, 5 tekshiramiz. Agar ikkala olgan bo'lsa, bu sonimiz 15 ga ham aniq bo'linadi. Bu holatda mavzuimiz shu narsalardan iborat. Ushbu sonni sizlar yo'lchi bo'ladi. Shu sonni shu sonlarga bo'linishini tekshirib ko'rasizlar. Xo'p, mavzuimiz shu yakunlashga bo'ladi. Hozirgi vaqtda rozi bo'lasizlar. E'tiboringlar uchun rahmat.